Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Kommunizm qurbonlari xotir fondi tarafidan o'rinlashtirilgan Xitoy munbiri yig'inida Xitoyning qirg'inchilik jinoyatiga o'rtaq taqobil turish asosli tema qilingan. Kommunizm qurbonlari xotir fondi tarafidan o'rinlashtirilgan bu yig'inga Amerikaning yuqori qatlam organlaridan kelgan ko'plagan muhim shaxslar qatnashgan bo'lib, bu yig'inda Xitoyning kunsiri kuchayotgan yer shar xarakterlik tahdidlari, chegara halqagan bostirishlari, diniy e'tiqod dafsanchiliklari va Uyg'ur majburiy amkiga o'rtaq taqobil turish, shundaqla dunyoviy xarakterlik demokratik birlikni kuchaytirish qatorliq muhim temalar muzokara qilingan. Mazkur yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi ve Uyghur Akademiyasining raisi Dr. Rishad Abbas, Dunyo Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas, Qurultay tantarbiya komitetining mudiri Dilshod Barishchi ve Uyg'ur tadqiqot instituti direktori Abdulhakim Idris qatorliqlar qatnashgan. Bu yig'inda kommunizm qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi Dr. Adrian Tents ve Roshan Abbas xonimlar Xitoyning chegara halqagan bostirishlarga oid maxsus bo'limida Xitoyning muhojiratlik Uyg'urlarga qilayotgan ziyonkashliklar ustida to'xtalgan. Yig'in oxirida Roshan xonim o'zining Tiz pikmas bir Uyg'urning erkinlik yo'lidagi ko'rishi nomli kitobini o'rtoqlashib, Xitoy qarshi faoliyat qilayotganlarning to'layotgan ig'ir badallari va Xitoy mustabid hokimiyatining irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini fosh qilgan. Bu yig'inning 28 oktyabr kundagi yepilish nutqini so'zlagan Amerika Davlatlik Demokratiyani ilgari surish fondi, ya'ni NEDning boshlig'i Damon Wilson, kunimizda Xitoyning ichi sirtida xuddi Uyg'ur xonimlaridan Roshan Abbasga o'xshash qat'iy tiz bukmay kurash qilayotgan nurg'un ulgulik shaxslar bor. Ularning jasorati bilan oxirgi g'alaba cho'qim qo'lga keladi deganini ta'kidlagan. Yig'in haqida stansimizning ziyoratini qabul qilib, tafsiliy ma'lumot bergan Roshan Abbas xonim mundaq deydi. Kommunizm qurbonlari xotira fondininki China Forum, ya'ni Xitoy munbiri deb atalgan bu konferens bo'lsa 2015-yildan beri o'tkazilib kelyotidi va yaqinqi 7 yildan beri Uyg'urlarning uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni o'z tadqiqotlari va tirishchanligi bilan isbotlashga zo'r to'p qo'shib kelayotgan tadqiqotchi doktor Adrian Zenz tarafidan bir qo'lliq o'rlashtirib kelinayotgan. Bu yig'inning muhim ahamiyati bo'lsa, Xitoyning yolg'iz dunyo uchun shakllanayotgan bir tahdiddan emas, balki mustamlik ostidagi Sharqiy Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya, Hong Kong hamda Xitoylarning o'zlariga qarata yurgizilayotgan insoniyatsiz qilmishlarini fosh qilib va uningga qarshi tadbirlarni muzokara qilish va Amerika siyosiy yo'llariningki qonuniy jihatdan Xitoyni qanday qilib javobgarlikka tortishga maslahat berishdek rollarma bor bo'lib, bu yilgi bu qitimliq yig'inda Amerika parlament a'zolari, davlat arboblaridan tortib kishilik huquq aktivlarigacha nurg'unlagan insonlar har yili qatnashib kelyotdi va bu yil shundoq. Endi bu qitim qisqa bizning Uyg'urlarning Duxninki oliy maslahatchisi, Uyg'ur Akademiyasining raisi Rishad Kam, Uyg'ur tadqiqot markazidan Abdulhakim Idris, Duxtan tarbiya komitetining mudiri Dilshod aka va RFA Uyg'ur servisining Alim Saidov qatorliqlar qatnashdi. Men bu qatimqi yig'inda Xitoyning chegara halqagan bostirishlar to'g'risidagi qismida bo'lsa, Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik jinoyatlari, majburiy emgak, majburiy to'qmas qilish, madaniyat va diniy erkinlik dafsandichiliklari qatorliqlardan boshqa yana yolg'iz vatandagi mazlum xalqimizdan emas, bu xalqning ovozini dunyoga anlatayotgan muhojiratdagi Uyg'urlarning Xitoy tarafidan uchrayotgan besimlarini anlatdim va dunyoning buning qarta aktiv tadbir qo'llanishlarini tashabbus qildim. Aqsdikin uning keyingi qismida yana Adrian Zenz bilan mening kitobim to'g'risida muhokama etib bordik. Fransiyada chiqadigan Le Monde, ya'ni Dunyo gazetining Xitoyning Elroyni tekshirish haqidagi bir maqolasida o'tirib qo'yilishicha, Xitoy xalqi umidsizlik patqiga cho'nqur patgan. Fransiyaning Dunyo gazeti, ya'ni Le Monde 28 oktyabr Xitoyning Elroyni tekshirish haqida bir maqola e'lon qilgan bo'lib, bir zamonlardagi umidvor Xitoy
Bugun intayin ig'ir tushkunlik Patti nomli bu el rayini tekshirish maqolasida bayon qilishicha, Xi Jinpingning mustabid hukmronligi sababidan Xitoy xalqi kelgusiga bo'lgan gumon va umidsizlikning patqiga cho'nqur patgan. Bu maqolada bildirilishicha, bugungi Xitoy fuqarolarining turmush saviyasi 2019-yildagidanmi tuvallab ketgan bo'lib, agar alayda biror mo'jiza yuz bermasa, bu chekinish toki 2037-yilga qadar so'zildi ekan. Xitoy tadqiqotchilari va Xitoy mutaxassislarining bildirishicha, amaliyotda Xitoydagi bu chekinish 2017-yilda boshlangan bo'lib, bu dal Xitoy Sharq Turkistonda keng ko'lamli jazo lagerlarini qurib, Uyg'urlarni nishon qilgan keng ko'lamli tutqun qilish va irqiy qirg'inchilikning yuqori pallasiga chiqqan mezgil ekan. Navbatda Xitoyda korxona zavodlarining taqilishi, uy-mulk savdosining vayron bo'lishi, ig'ir darajadagi ishsizlik va xalqning hokimiyatga bo'lgan umidsizligi Xitoy davlatining borgan sari ig'ir zulmatga qarab ketayotganligining dalili ekan. Zimiston to'rida Erkin Osiyo radiosining peshqadam jurnalisti, axborotchi Shuhrat Oshur apandi, bosh minister Takaichi va Xitoyning tahdidini tushunib yetgan yangi Yaponiya hukumati Uyg'urlar bilan bo'lgan kona do'stlik tarixini qaytadan boshlash mumkin degan temada bir maqola e'lon qilib, Uyg'ur xalqining Yaponiya yangi hukumatidan kutadigan umid va orzularini ifodalash bilan birga, Uyg'ur xalqining Yapon xalqi bilan bo'lgan tarixiy do'stlik haqida to'xtalib o'tgan. Shuhrat Oshur apandi bu maqolasida Yaponiyaning bosh ministri Sanai Takaichining saylanishi Yaponiya siyosati uchun burilish nuqtasi va Osiyodagi zulmga uchragan xalqlar, shu jumladan mening Uyg'ur millatim uchunmi yangi umidning borliqqa kelishini bildirdi. Beijingning rəhimsizligini bevosita ko'rgan bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan men Yaponiyaning tanlashini cho'nqur simovlik deb qarayman. Bu adolat, jasorat va erkinlikning Osiyoda yanada muhim ekanligining bir bayoni deydi. Shuhrat Oshur apandi yana Uyg'urlar uchun Xitoy bir vaqtlarda qo'shni. Hozir u bir mustamlikchi. Biz necha avloddan buyon Beijingning bostirishi ostida yashab keldik. Yaponiya uchun bu tahdid boshqacha shaklda ko'rildi. Zaman talash tortishlari, yoshurun jasuslik va iqtisodiy majburlash. Sun'iy aql va zamonaviy texnikalar dunyoning gullanishini boshqa joylarda kuchaytirgan bo'lsa-mu, mening vatanim Sharq Turkistonda ular jazo lagerlarini qurish va boshqarish uchun ishlatildi. Yaponiyaga taraqqiyot elib keladigan o'xshash qurollar mening xalqimga qarshi nazorat qilish va madaniyatni yo'qotish quroliga aylantirilmoqda. 1950-yillarda Xitoylar Sharq Turkiston nufusining faqat 4%ni egallagan bo'lsa, bugungi kunda ular 40%ni eshib ketdi. Biz boshdan kechirgan nufus va madaniyat jihatdagi yo'tkilish Yaponiyani o'z ichiga olgan barliq davlatlarga kontrol qilinmagan diktatorlikning xatiri to'g'risida ogohlantirish bo'lishi mumkin. O'tgan 20 yilda yuzlagan Uyg'ur olimlari va faoliyatchilari Yaponiyaga berib, akademik yig'inlar, siyosiy yig'inlar va tinch namoyishlar qatnashdi. 2012-yili Tokioda o'tkazilgan 4-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi bizning uzun suhbat va ittifoqlik safarimizdagi nurg'un muhim nuqtalarning biri bo'ldi. Bu almashtirishlar orqali biz Yaponiyaning demokratik qimmat qarashi va axloqiy aniqligidan o'rgandik. Yaponiyaning Uyg'ur davosining do'stlari Takaichi va uning partiyasining a'zolarini o'z ichiga olgan, bizga insoniyatga bo'lgan qo'llash va ishonch bilan ta'minladi. Yaponiyaning vijdon va mehr-shafqat ulgisi dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlar va tashkilotlarni Xitoyning jinoyatlariga qarshi ovoz chiqarishga ilhomlantirdi. Yaponiya uzundan buyon zulmga uchraganlar bilan bo'lgan munosabatida butunlik va insoniylikni namoyon qilib keldi. Bugungi kunda Beijingning bostirishi cho'nqirilishayotganlikdan dunyo yana bir qatam Tokiodan prinsipli rahbarlikni kutadi deganlarni o'ttirib qo'yib o'tgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.